Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoqlarda bizlarni kuzatuvchi obunachilarimiz. Yana bugun biza chorva uchun to'g'ri ozuqaviy baza tanlash haqida gaplashib o'tamiz. Xo'sh, ozuqaviy bazamizni tanlashda biza navlara ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda ozuqaviy bazamizni chorvamizni turini va biza qaysi yo'nalishda ish etishimiz, ya'ni go'sht yo'nalishimi, sut yo'nalishimi, shunga qarab turib belgilaymiz. Ko'pincha bizning Xorazm va Qoraqalpog'iston territoriyasida go'sht yo'nalishi uchun ko'proq mollar, ya'ni qoramollar boqiladi. Go'sht yo'nalishida biza ahamiyat etishimiz kerak bo'lgan narsalar. Aslında go'sht va sut yo'nalishidan ikkisidan bir-birine yaqin, lekin ozgina farqlanadigan jihatlari bor. Go'sht yo'nalishida biza qoramollarimizni energiya va oqsillar bo'lgan ehtiyoji sut yo'nalishiga qaraganda ozgina kamroq bo'ladi. Xo'p, biza ozuqaviy bazamizni nechta to'g'ri tanlashimiz mumkin. Bilamiz, ratsionlar 3 xil narsadan boshlanadi. Dag'al ozuqalardan. Siloz, beda va somondan. Siloz va beda energiya va oqsil jihatidan o'ta yuqori bo'ladi. Shuning uchun biza ko'proq chorvaga siloz va bedali ratsionlarni taklif etamiz. Somonli ratsionimizga keladigan bo'lsak, somonimiz bilamizki, unda uglevod va oqsil miqdori kam bo'ladi. Ko'proq kletchatka bo'lgani uchun unda yem mahsulotlarini ko'p ishlatishimizga to'g'ri keladi. Somonli ratsionimizda yem mahsulotlarini ko'p ishlatishimizga biza majbur bo'lamiz. Hozir ko'rib turgan mollarimiz ham somonli ratsionda turibdi. Xo'p, aslında ratsionlarni bir-biridan farqi haqida keladigan bo'lsak, boshda aytganimizdek, ratsionlarimizni shu somon va siloz va bedaga bo'ladigan bo'lsak, eldan ikkisida energiya va protein miqdori ko'pligi, somon desa kamligi uchun biza ko'proq siloz va bedali ratsionni chorvadorlarimizga taklif etamiz. Xo'p, ana endi yem mahsulotimizni shu ratsionimizning ichida bo'ladigan amoqdagi mahsulotlardan keladigan bo'lsak, bizada asosiy ahamiyat beradigan jihatimiz oqsil beradigan mahsulotlar va uglevod oladigan mahsulotlarga bo'linadi. Oqsil beradigan mahsulotlar bizada shirot mahsulotlari kiradi, masalan, soya shiroti, rap shiroti, semishka shiroti yoki paxta shiroti. Uglevodlarning manbai esa bilamiz, bug'doy, makkajo'xori va arpa bo'ladi. Xo'p, ana endi ratsionimizda 2 xil komponentni biza to'g'ri konsentratsiya bilishimiz kerak. Onun uchun albatta har bir xo'jalikni o'ziga yarasha o'zini ishlatib turgan mahsulotlari bo'ladi. Birov makkajo'xori ishlatadigan bo'lsa, birov bug'doy ishlatadi. Va biza har bir mahsulotni hazm bo'lish davrini va oshqozonda nechik jihatdan qayta ishlov berilishini biza bilishimiz kerak bo'ladi. Ratsionlarimiz to'g'ri tuzilgan holatda qoramollarimiz yaxshi va samarali usul bilan boqib turganligini ko'ramiz va albatta yaxshi natijaga erishishimiz ansat bo'ladi. To'g'ri ratsion etadigan bo'lsak, qoramollarimizni immunitetini yuqori tutamiz va unda qo'shimcha etadigan premixlarimiz esa qoramollar organizmini mustahkam va har xil yuqumli kasalliklarga qarshi chidamliligini beradi. Xo'p, ana endi biza shu ratsionimizni aralashganligi haqida bir gaplashib o'tsak. Ratsionimizni biza aralashganligini nishab bilamiz. Yine ratsionimizga keladigan bo'lsak, bizada hozir yana somonli ratsion mollarimiz yeb turgan bo'lsa, ratsiona qarashingiz mumkin bo'ladi. Hozir bu ratsionimiz tarkibida rap shiroti, semishka shiroti, arpa, makkajo'xori, bug'doy va vilofoz premiksimiz, natriy bikarbonat sodamiz va tuzdan tashkil topgan. Har bir mahsulotni chorva uchun o'ziga yarasha etadigan vazifasi bor. Hop, rap shirotimiz mesela onun tarkibidagi protein hozir 42%dan tashkil topadi. Semishka shirotimizda esa 20 dan 35 dan bo'ladi. Makkajo'xori, bug'doy, arpa esa bizlarga uglevod manbai bo'lib xizmat etadi. Xo'p, chorvamizdan biza hozirgi kunda nechik mahsuldorlik berib turibdi. Günlik o'zgarishi, vazn olishi, tirik vazini 1,5 kilodan 2 kiloga tashkil topib turibdi. Xo'p, ko'pda savol bo'lishi mumkin. Nechap aynan shunday narsa bo'ladi. Shunday natijaga erishsa bo'ladi. Bu o'zi o'ta oson narsa. Biza ko'pincha O'zbekiston hududida ratsionimiz atalay usuli bilan, ya'ni ko'proq yem qaynatib berish usuli bilan mollarimiz boqiladi. Xo'sh, buna sabab nima? Masalan, bizning ota-bobolarimiz ham shu usulni saqlab qolgani sabab mahsulotlarni tejash va iloji boricha arzonroqqa tushirish va
mallarımızı tez yetiltiriş. Vasıfından çakın doğru. Mesela çarva boyunca rivojlanan dövlətlər heç birində aynı Özbekistanda işlətib durğanı ətələ işlətilməyir. Aslında bu özü doğru mu ətələ verişləyə savalam doğru gələdir. Hop. Ətələ belə də olmasaq, mahsulatlarımız özü həzm oluşa yarım teyar halatda aşqazana düşədir və tez həzm olub gedədir. Lakin aslında aşqazana düşkən mahsulatın özünü həzm oluş dövri boladır. Həzm oluş dövri boladır və həzm oluş dövri qısqarışına səbəb boladır bizə ətələt verədən olacaq. Və aynən mahsulatlarımız içindəki mineral və vitaminlərini ayrımı suda və yağlar ilə ona bölünən hesab aladan olsaq, suda ilə olan vitaminlər gücsüz halata gəlib mallarımıza yetərli miqdarda yetib varmaydı. Bizə ana şöllərində əhəmiyyət bəlirtmemiz gərək boladır. Nə üçün rivojlanan məmləkətlərdə ətələt verilməydi deyən savalam oluşu mümkün. Nə üçün desə, yemni hazır göstərgənimizə yetib aralaşdırıb belə də olmasaq, aşqazanda həm də mahsulat bir xil həzm boladır və bir xil tənə yesinədir və aşqazanlı cigərdə kan sintezi, kan aylanışını yaxşı tutub verişə yardım etədir. Bizə şunun üçün ilacı barıca əlimizdən gəyincə rasionumuzu doğru aralaşqan halətində verişlikə ürəyənişimiz gərək boladır. Həmməni etibarı üçün rəhmət. Rasionumuzu doğru təşkil edə olmasaq, bizə halan göç yanacaq olsun, halan süt yanacaq olsun, yukarı mahsullarlığa erişəmiz, sifətli mahsulatla erişəmiz. Çünki yenəkən rasion haqqında yenə köprək məlumat alışını istəsəniz bizə əlaqəyə çıxın. Həmməni çarvasına bərəkət eləyimiz. Sağ olun.